Mana shu da'vat masalasini agar g'ayri din bo'lsa, islomni, aqidani, Alloh borligini, qiyomat borligini yetkazish, musulmon bo'lsa islomni to'g'ri tushunish, hayotda nima uchun Alloh uni yaratganligini, hayotdan yashash maqsad nima ekanligini odamlarga yetkazishni o'zimizda hayot, mamotda qabul qilib olishimiz kerak. Mana shu menga Robbim meni bo'ynimga yuklagan bugun eng katta mas'uliyatlardan, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu da'vatni, Allohning dinini odamlarga yetkazish bizda asosiy eng oliy birinchi o'rinda turadigan g'amga aylantirishimiz kerak. Bo'lmasam bu mas'uliyatni ado qilolmaymiz. Mana shu Imron 110-oyatda Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qilyaptiki, kuntum xayra ummatin ukhrijat linnas. Sizlarni eng odamlar ichida, insonlar ichida, butun bashariyat ichida eng yaxshi ummat qilib chiqardik. Nima uchun? Ta'muruna bil ma'rufi va tanhauna 'anil munkari va tu'minuna billah. Bu fazilatni, bu martabani sababi shu amri ma'ruf nahi munkar qilish orqali va Allohga iymon keltirganligimiz uchun. Mana shu narsa amri ma'ruf nahi munkar, iymon, Allohga iymon keltirish bizni bashariyatni orasida eng buyuk ummat qilib qo'yishdi. Mana shu oyatda e'tibor bergan bo'lsalaring, avval amri ma'ruf nahi munkar deb keyin iymonni keltiryapti. O'zi asl iymon u, keyin amri ma'ruf nahi munkar bo'ladi-yu. Iymon inson keltirmagan bo'lsa, amri ma'rufdan nima foyda, nahi munkardan nima foyda? U qabul bo'lmaydi-yu. Avval iymon shart. Iymon keltirgandan keyin amri ma'ruf nahi munkar qilamiz. Keyin odamlarni Alloh diniga chaqiramiz. Nima uchun lekin bu oyatda avval amri ma'ruf nahi munkarni keltirib, asosni iymonni keyin ulardan keyin keltiryapti desa, o'sha yerda ulamolar aytadiki, bu yerda arab tilidagi qoida bor. Taqdim va ta'xir deydi. Taqdim degani bir narsani oldin keltirish, ta'xir degani bitta so'zni keyin keltirish. Mana shu oyatda iymon taqdim emas, ta'xir bo'lib kelyapti. Birinchi o'rinda kelmasdan u ikkinchi o'rinda kelyapti. Shuni ta'xir deydi. Holbuki buni asli joyi taqdim, birinchi bu kelish kerak. Agar mana shunaqa holat bo'lsa, ya'ni taqdim va ta'xir degani bitta asosiy masala birinchi o'rinda asli bo'lish kerak-ku, birinchi o'rinda kelmasdan ikkinchi o'rinda kelib va undan keyingi turadigan masalalar birinchi o'rinda kelsa, bitta Alloh subhanahu va taolo mana shu amal qancha muhim ekanligini bildiradi deyapti. O'sha uchun mana shu oyatda avval amri ma'ruf nahi munkarni keltirib, keyin iymonni keltirayotganligi, bu yerda shuni Alloh subhanahu va taolo bildirmoqchiki, biz musulmonlar amri ma'ruf nahi munkar nihoyat darajada muhim ishlardan ekanligini biz dark qilishimiz kerak bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo mana shu qoida bo'yicha asl birinchi o'rinda keladigan iymonni ta'xirga qo'yib qo'yapti, keyin keltiryapti. Avval taqdim qilib amri ma'ruf nahi munkarni keltiryapti. Shu uchun inson iymon keltirgandan keyin u bilish kerak, u shuni dark qilish kerakki, amri ma'ruf nahi munkar bu islom dinimizda eng buyuk amallardan hisoblanadi. Xo shaxs bo'lsa, xo bir jamoat bo'lsa, xo davlat bo'lsa ham ertaga asosiy ish mana shu islom da'vatini, islom risolatini olamga yoyishdan boshqa narsa bo'lmaydi.
davlat qanaqadir harakatlar qilsa, jihod qiladimi, bitta davlat bilan sulh tuzadimi yoki jihod e'lon qiladimi yo boshqa bir siyosatlarni yurg'izadimi, hammasini orqasida asos islom da'vatini yoyishga qaratilgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham xuddi mana shu siyosatda olib borgan edi va shuni ko'rsatgan edi. Har bir qilgan ishlari mana shu islom da'vatini yoyishga qaratilgan edi. U kishidan keyin sahobalar mana shu asosda siyosat yurg'izdi. Islom da'vatini yoyish. Mana shu sababli oz muddat o'tmasdan islom da'vati, islom risolati biz diyorlarimizga yetib kelib, bizni mana shu alovparastlikdan, shirkdan, zulumotdan nurga olib chiqishdi. Mana shu masalani musulmonlar be'tibor qaraganlikdan boshlab musulmonlarning ahvoli yomon bo'lish boshlandi. Islom da'vatini yoyish masalasi birinchi o'rindan ikkinchi, uchinchi masalaga o'tib qolganligi sababli. Birinchi o'rinda dunyo va mol dunyoni to'plash, dunyoni orqasidan yugurish, g'am mana shu dunyo bo'lib qolganligi uchun islom da'vatini yoyish, undan keyingi agar vaqt mabodo qolsa, undan keyin da'vat qilamiz degan masala zehnlarda paydo bo'lgandan keyin musulmonlar orqaga qarab ketish boshlandi. Shuning uchun biz qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar mana shu har bir fursatni topganda zehnimizda mana shu narsa turishi kerakki, men Allohning dinini odamlarga yetkazishim kerak. Mana shu uchun yashaman, mana shu uchun o'laman deb o'ziga hayot, mamotdek buni qabul qilib olish kerak. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda muborak hadislari borki, bandalarni, Allohning bandalarini ichida eng yaxshi banda shuki, odamlarga Allohni doim eslatadi. Odamlar bilan gaplashganda odamlar undan Alloh subhanahu va taoloni esla oladi. Dunyoga nima uchun kelganligini bila oladi. Hayotdan yashash maqsad nima ekanligini bila oladi. İnsanlar bu dunyoda muayyan bir muddat vaqt yashab, undan keyin Alloh subhanahu va taoloning nazdiga borishini eslatadi. Mana shu insonlar Allohning eng yaxshi bandalaridan hisoblanadi. Demak, bitta inson bilan o'tirsangiz, uchrasangiz, faqat sizga dunyoni eslatsa, dunyodagi mol mulkni qanday yo'llarini to'plash, boy bo'lishni eslatsa, oxiratni eslatmasa, Alloh subhanahu va taoloni eslatmasa, qiyomat kuni eslatmasa, undan ehtiyot bo'linglar. U inson dunyoga g'arq bo'lgan va halokatga qarab ketyapti. Mana shunaqa insonlarni biz nima qilishimiz kerak? Ey birodar, ey inson, bizni bu hayotda yashashimiz maqsad dunyoni va mol dunyoni to'plashmi yo Allohning dinini oli qilishmi? Bizda hayotda yashashimizdan murod, maqsad faqat shu qorinni o'ylab, shu bilan yashab, shu bilan o'lib ketishmi yoki islom risolatini, islom da'vatini olamga yoyishmi deb odamlarga eslatishimiz kerak. O'sha uchun Rabi' ibn Amir degan sahoba radhiyallohu anhu Forsga borganda, o'sha katta forslarning qo'mondoni bilan gapirganda savol bergan edi Rabi' ibn Amirga. Sizlarga nima kerak? Nimaga bizni tinch qo'ymayapsizlar? O qayerdagi yurtdan bizni yurtimizga kelib, bizni nima uchun boshimizni qotiryapsizlar? Nima xohlaysizlar? Nima dardlaring bor deganda, nima dedi? Ibta'asanalloh. Alloh subhanahu va taolo bizni jo'natdi. To'yinki biz insonga ibodat qilishdan, ularni Robbisiga ibodat qilishga olib chiqarishimiz uchun, dinlarni zulmidan islom adliga olib chiqarish uchun, kufr, shirk, fisq va fujur mana shu dunyodagi xor bo'lib yashayotgan insonlarni
dunyo va oxirat saodatiga olib chiqish uchun biz keldik. Mana bu yerdan Rabi ibn Omirdan yaqqol ko'rinib turibdiki, sahobalarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarbiya qilgan insonlarni o'zlarini yurtlarini tark qilib, jihodlarga kirib, borib mollari, jonlarini xatarga qo'yib harakat qilayotganliklari faqat bitta narsani maqsad qilingan: Allohning dinini yoyish, islom risolatini odamlarga yetkazib, ularni zulumotdan nurga chiqarish, Allohning kalomini oli qilish. Mana shu bizga maqsad bo'lishimiz kerak. Mana shu uchun yashashimiz kerak. Mana shu bilan o'lishimiz kerak. Shunda umid qilamizki, inshaalloh Alloh subhanahu va taolo bizdan rozi bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyingi ummatlarini, nasllarni maqtagan paytda sahobalar so'rashdi: "Ularda qanaqa sifatlari bo'ladi yo Rasululloh?" deganda Rasululloh aytdi: "Allazina yuslihuna ma afsadan nas." Bu meni ummatim shunaqa insonlar bo'ladiki, insonlar buzib tashagan narsalarni ular yana qayta isloh qiladi. Mana bugun islomni, ya'ni islom davlatini buzib tashadi, Allohning shiorlarini buzib tashadi, fahshu munkarga insonlar botib ketdi. Mana shularni biz yana qayta islom shiorlarini, islom hadlarini qoyim qilishga harakat qilyapmiz. Insonlar buzib tashagan narsani yana qayta isloh qilmoqchi. Mana shu uchun buni unutmasligimiz kerak.